Keling do'stlar, yakka liderdagi semirinkiga qanaqa tartiblash jarayonini birga kuzatib chiqamiz. E'tibor beramiz. Qo'yiladigan kaltaklarimiz qanaqa hosilxonalar bilan batamom to'yingan. Semirinka kesiladimi degan savollarimiz juda ko'p bo'lyapti. Haqiqatan ko'p bog'bonlarimiz semirinkalarni kesishmaydi, to'g'ri bu. Lekin u juda ham katta xatolar. Bu tartibimiz yakka liderda tepa qismlar ketadi faqat. Kichkina kaltaklar qo'yiladi, tegilmaydi. Mana. Hosilxonaga qarang, qanaqa go'zal turibdi. Yaqinlikda olamiz. Har bir ishda o'zini tartibi bor. Qarang, hosilxona qanaqa go'zal. Tepaga ko'tarilganlar kerak yo'q. Qarabsizki, qanaqa go'zal holatda kelib qoldi. Asosan biz qo'yayotganimiz nima kaltaklar? Biz qaysi kaltakni olib, qaysi kaltakni qo'yishni o'rnini topsak, yutug'i bizniki. Tepada ketadigan keragi yo'q. Qanotda hammasi biz oldingi videolarda qo'yib kelganimiz. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, kuzatgan bo'lsangiz, ana o'shanda aytilgan orasida yorug'lik. Biz asosan yorug'likni, har qanday daraxtga yorug'likni ta'minlab bera olsak, tushira olsak, juda ham kuchli sifatga ishlatgan bo'lamiz daraxtni. Bizga juda ham kuchli hosilxona bilan ta'minlab bera oladi. Mana o'shalarning natijasi har yili mana shu semirinkani kesib tarbiyalaganni hisobida bizda manakay nima ko'rsatkichlarni beryapti. Bizdagi natija mana bu bilan tugallanishi kerak. Mana. Tugallanish emas, mana shu bilan biz davom etishimiz kerak. Xuddi shu holatda tanadan hosil olish mana sizga isboti. Mana hosilxonaga e'tibor beramiz, qanaqa go'zal taxlangan. Bunisiga kelamiz. Mana bu qismiga kelamiz. Mana. Tepaga ko'tarilimi biz qaytarishimiz kerak uni, pasaytirishimiz kerak. Tekis holatda. Uzuni keragi yo'q. Uramiz. Qarang. Qanaqa go'zal ketyapti. Qo'yadigan kaltaklarimiz qanaqa go'zal. Tanada yaqinlikda bartaraf etishimiz kerak, qochirishimiz kerak. 15-20 santimetrdan keyin, 25 santimetrdan keyin yon kaltakka novda taxlab borishimiz kerak.